Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bugungi darsning asosiy mazmuniga kirishdan ilgari biz o'tgan soatdagi darsni bir xulosalaylik. O'tgan soatdagi darsda biz asosliqi birinchi bobni cho'ridagi asosda fillarninki 7 qismini şu birinci babının misalidan ep turup geldik. Şunda ama mesela birinci bab qaysida biz faala yef'iluni misal qilib birinci bab deb atadik. Balkim kitobimiz yoki boshqa kitoblarda boshqa tartib bilan kelishi mumkin. Mesela faala yef'ulu deganda u cho'ng masala emas. Muhim bo'lgani shu babdagi nimalar mazmunlar. Biz birinchi babni qaysi fe'ldan akaldik? Faala yef'ilu babidan epkeldik. Faala yef'ilu babiga necha dona misol keltirdik esingizda bo'lsa? 7 turlik misol keltirdik. Shunda ama birinchisi nimaga keltirdik? Sahihqa. Buning misoli daraba nima bo'ldi? Yadribu. İkinci nima keltirdik? Mudaaf. Mudaaf. Buning misoli nima bo'ldi? Farra yafirru. Ügünüp bo'lgan bo'lg'achqa harakatlarini birdan bir qo'yib o'tamsam bo'ladi va uchinchisi misol. Buning misoli nima bo'ldi? Wasaba yathibu. Shundami? To'rtinchisi al-ajwaf deb atagan. Buning misoli ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Undan keyin nima keldik? Naqis. Shundami? Buning misoli rama yarmi. Undan keyin qismning misoli lafif mafruq. Shundami? Buning misoli vaqa yaqiyogan. Eng oxirgisi lafif al-maqrun. Shunaqo? Buning misoli tawa yatwi. 7 babqa ismning fe'lning 7 turi bab deb atashqata. Turiga birinchi babni misol qilib turib, mush 7 fe'lni biz ko'rib o'tdik, shundami? Endi bugungi darsda sulasi mujarradda qanchadan bab botdi? 6. Biz faqat qaysini ko'rib o'tgandik? Birni. Bugungi darsda qolgan 4 ni ko'ramiz. Qolgan 5 ni. Hammani ko'ramiz. Anda o'z kirayli. Nereden başlayımız? Faala yef'uludan başlayımız. Faala yef'ulu. Manınğa hareket qo'yib biray. Chunki hozir bugun o'rgangan darsimiz shu. Faala nima? Yef'ulu. Bugungi darsning butun vazifasi sizlarda. Men faqat sizlarning deganinglarni yozaman. Faala yef'ulu babidan avval biz sahih bir misol keltiraylik. Nima deymiz? Nasqara yansuru. İkincisi el-mudaaf bir misal keltiraylik. El-mudaaf şedde yashuddu. Fillaga i'rob qo'ymadim chunki babning i'robini qo'ygan bo'lg'achqa harakatini i'robga nima qo'ymadim? Harakat qo'ymadim. Misolga bir misol beranglar. El-misal Tamam. Misal yok. Tamam. Misal tepilmedi degan gap, o'sha bir ishbot degan gap, ha. Kallanlarda bu shunday savol belgisi qo'yilgan kelgan vaqtida. Qoidasini keyin o'rganamiz uniki. Ammo misolga sizlar faala yaf'ul babida nima topamadinglar? Misol topamadinglar. Tepilmedi hisob, shundami? Tamam. Undan keyin o'taylik nega?
Ecvef. Bunun misal duranlar. Hala yaqulu. Naho. Ondaki kilayni nimaga? Naqis. Bunun misal topamı? Da'a yad'u. Yakin nimo? Gaza yaghzu. Gaza nimo? Yaghzu. Tamam mı sabahdaşlar? Ana olsa ma babda meşaveden toxtaymiz. Ondan keyin bab qo'yaylik. Biz fa'ala yaf'ilu babini o'rganib bo'ldik ha. Hozir qaysi misol ko'rdik, qaysi misolni ko'rdik? Fa'ala yaf'ulu babiniki. Ondan keyin ko'raylik nima keldik? Yine fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Ma'noga harakat qo'yay. Fa'ala yaf'alu. Bununla bayatın degandek sahih bir misal keltirmoqman. Fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. İkinci misal mudaafga bir misal. Adda ya'addu. Doğru mu hata? Ya'addu. Fa'ala yef'alu babıdan o ha? Tamam. Misalga misal duran mı? Yafa'a yeyfa'u. Yafa'a yeyfa'u. Undan keyin keldik nimaga? Ecvebga. Ecvebga misol. Ecvebga. O sahih deb qo'yamiz. Hamza masalasini keyin so'zlaymiz. Agar hamzini sizlarga kesal hayb deb xato qilsanglar, iboyatdan fa'ala yaf'uluga misol chiqmadi-ku. Misolning misol chiqmadi-ku. Axaza ya'khudhu chiqish kerak. Beshida nima bor? Hamza bobi biroz farqli qurdi. Chiqmaganlarini qo'yib qo'ymiz arkadaşlar hozircha. Kitob qilimiz emasmi? To'liqlaymiz oxirida. Tamam, chiqmagan bo'lsa, yafa'a yafa'u tugudi shundami? Onun için keldik nega? Nama yanamu. Nama yanamu. Çıkmadı. Nama yanamu. Tamam. Ondan keyin bo'p tursin. Shundami? Ondan keyin keldik, qaysi babga keldik? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fakat bir yerde sizin insanlara kelganlar misalni yozamiz. Bu misaldan ta'liqlar. Sen turib qana tala ekanligini bilasizlar. Fa'ila yaf'aluga sahih fildan birini. Mani'a yamnahu. Mani'amu mana'amu. Bu mana'a. Fa'ila yaf'aluga hamida yahmadu. Lakin fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Muzaaf timirini birini. Belki hatalaşmasam ibadetin azza ya'azza dedim-ku. Ama esası azida ya'azza babından çıkış gerek.
Bence ayetini üçü ötüp merge ediş gerek. Belki bunun isimde yok mu yazıp sağlam buluş mümkün ayet geçiyor. Adda ya'addu. Bu fe'ile yef'alu babıdır. Tamam. Misaldan birini bir ama. Bir ama. Vecile yevcilu. Yebise yeybesu. Vecile yevcilu. Hele qadisda Peygamber Aleyhisselam müşriklerin kabrisiga birdani shahni sanjib qo'yib bunday deydi. Bu shah shu qabr egilariga mag'firat talab qiladi. Ma lam yeybesa. Qanaq qolmasa qurib qolmas. Tamam. Vajilar yozdik, birisi aytadi. Bek ko'p bo'lib kelsa sizlarga birdigan vazifa emasmi bu? Qiyin keladi sizlarga nisbatan. Shuni birisi yozsin hozircha. Undan keyin nima keldi? Ejvab. Ejvabni bilamanmi? Ecvab bilisizlar xafa yaxafu xafa yaxafu andakin ma'uliqi i'lollanadigan ecvabmi? I'lollanmaydigan ecvabmi bu? Haba yaxafu xafa yaxafu o'xshash. Masalan vag'ida yag'yadu. Vag'ida yag'yadu kelgan vaqtda sizlar xavifa yaxvafu shundaymi? Buni e'lonlaymiz-ku sal turib. E'lonlagan vaqtimizda o'ylasanglar, bunday qarab xavifa yo'q. Abishki vag'ida emas, g'ayda. G'ayda yag'yadu. Xavifa yaxvafu. Nimda xavifa xafa oldu, yaxvafu yaxaf oldu. G'ayda g'ada yag'yadu yag'adu olmaydi. Nishqa mashkisi e'lonlanmaydi, mashkisi qanaqa qilindi? E'lonlanmaydi. Mush savolning hammasini kallanlarga savol shart qilindi yoki daftaringlarga turkcha not e'lonlanadi. Hammasi ati o'g'in javob berilishga tegishli savollar. Ammo bugun hozirgi vaqtda javob bermaymiz. Chunki munosib emas. Ondan keyin keldik. Tamam, bu fa'ila yaf'alu babidinmi mushunchalik misol ep turayli hozircha. Ondan keyin keldik qaysi babga? Fa'ila yaf'il yoki fa'ula yaf'ul. Fa'ula yaf'ulu. Yaf'ulu. Bunun bir neçe misal alaylı. Kalanlar kelgan misalda. Nima? Sharufa yashrufu. Sharufa yashrufu. Bu bir misal. Yana bir misal. Hasuna yahsun. Hasuna yahsunu. Bir noktada dikkat qildinglarmi? Fa'ula yaf'ul babida kelgan misollarning hammasi qanday misollar mazmun jihatda yo'q, u nuqtadan demadim. Mazmun jihatda bir xil xarakter, chiroy shakl, shundaymi? Sharufa yashrufu degan nima? Bir odamningki sharafli bo'lish, shundaymi? Hasuna nima? Go'zal bo'lish. Chiroy shakl. Yana bir misoldan angla qani. Vasuma yawsumu. Nima vasuma degan? Vasim deb anlamaganma kelishgan degan gap. Vasuma degan gap go'zal bo'ldi, kelishgan bo'ldi degan gap-ku. Bu mujin tashqari ko'rinish, shundaymi? Yana bir misol. Yana bir misol. Jaru'a yajru'u. Jaru'a yajru'u. Ma'lumda diqqat qilaman ma'ni jihatdan nima jaru'a yajru'u degan? Jur'atlik bo'ldi degan ma'ni shundaymi? Diqqat qilsanglar, bu mu insonning nimasi xarakterini ifodalaydigan. Mashta bablar ma'ni jihatdan mashta ayirib o'tirilgan. Undan keyin keldik, qaysi babga keldik? Fa'ila yaf'ilu babi. O'tib ketdik bu yerdan. Fa'ila yaf'ilu.
Anda biz bunu misal topamiz. Naima yan'imu. Undan keyin hasiba yahsibu. Mushu misal topishayanda yana chu. Varitha yarithu. Yani chu. Ana oxirida bir bab qoldi. Tugudimi ya? Tugudi hisobda. 6 bab tugudi shundami? Boshlaying kelayli. Ma bizning o'rganib bo'lgan birinchi babimiz shundami? Fa'ala yaf'ilu. Undan keyin keldik fa'ala yaf'ulu keldik shundami? Undan keyin fa'ala yaf'alu. Undan keyin fa'ila yaf'alu. Undan keyin fa'ula yaf'ulu. Undan keyin fa'ila yaf'alu. Sizlar bayatni sil topdinglar misolni hisobda. Misol tepish jarayonida nima his qildinglar? Ba'zi fillarga u qadar ko'p misol bor, shundami? Ba'zi fillarga misol topib bo'lmaydi, shundami? Demak, ba'zi fillarning bablarning ishlatilinishi, qo'llanilishi nima oz. Hamma babga o'xshash muomala qilmaysizlar. Endi men buni do'stga bu yozdim sizlarga. Hisobda ta'liqinglar. Ba'zi bablarga ko'p pul yozsanglar, ba'zi bablarga oz pul yozsanglar, kashki oz pul yozsanglar hammaga yaxshi. Mushu bablarning hammasini men sizlarga to'pqa aytib beraman. Biz ananga birga qanda turlab misol chiqargan bo'lsak, sizlar qolgan 5 babni shu shaklda yozib kelasizlar. Bu bugungi darsimiz. Bab qulay. Masalan biz birinchi babga qancha misollar yetdi shundami? Buning ham ta'limlarga har bir babga 7 misol chiqmadi lekin. 7 chiqqan bo'lsa, necha pil oldi? 42 pil. 6 babmi? 35 pil. Ama hozir ba'zki 7, ba'zki 6, ba'zki 5, hatta 2, 3 shundami? Jiq emas, 15-20 pil. Xuddi 7 pilni biz qanday qilgan bo'lsak, qanday 13 ga so'z yasab chiqqan bo'lsak va har birini qanday turlagan bo'lsak va qanday e'lonlagan bo'lsak, agar e'lonlash to'g'ri kelib qolsa, biz ba'ani e'lonladik ya, o'xshash harflarni qanday e'lonlab yozib kelasizlar. Buni bunda deyishimning sababi hozir sizlar o'rganib bo'lgan bir yerda uni qanday qilishni, faqat mushbablarda bir qanday qilish, mashq qilish. Kitobning talabi shu. Bugungi darsning mazmuni shu va kitobdagi o'qiydigan mazmunimiz ham shu. Unda kitobni akagan bo'lsangiz kitob qaranglar sizlar avval. Men sizlarga bugun hozir do'stga yozayotgan bir qancha misolni sizlar kitobdan ko'rasizlar o misollarni. Men ma'lumotlarning hammasini to'pqa aytib beraman. Ash to'pdan elib nima qilsanglar bo'ladi misollarni esimda qolmaydi desanglar. Unda kitob qaranglar. Kitobni nima kelgan tiksoqlashlar? Abwab at-tasrif. Abwab at-tasrif degani ya'ni abwab al-af'al degani. Yani sarfdagi fillarning nimalari, boblari. Do'stga qarasanglar bo'ladi, kitob qarasanglar bo'ladi, mencha kitob qarasanglar bo'ladi. Men sizlarga darsning 5-lam degan. Fillarningki asli boblarining hammani to'liq chiqarish to'g'ri qolsa, qanchadan bob bor? 35 yoki 36. 35 deb to'g'ri. Ammo biz o'rgandig'imiz qancha? 22. Chunki 22 dan qolganlari ba'zi bablarning qo'shimcha mulhaq boblari sifatida o'xshash chiqadi. Shunga uni qanday qilamiz? Evatimiz. Ham bizga qulay bo'lsin uchun. 22 babningki 6 nimikte sulasi mujarrad. Buni günü bo'lgan. 12'si sulasi maziddi. Shundami? Andan birsi rubai mujarrad, 3'chi shuni bilan 22 bab qanday qildi? Tugaydi. Biz 22 babning dastlabki sulasi mujarradga tabi bo'lgan 6ninki birinchisi günü bo'ldi hozirga qadar. Qaysini fa'ala yaf'ilu. 7 qism bilan degandik. Sahin degandik, mudaaf, misol, ajvob, naqis, lafif o'rgandik shundami? Va bugungi darsda men sizlarga qolgan 5 bobdan topalig'imizda nima dedim, misol berdim. Buni o'rganib bo'lsak, jami 6 bobning hammasi qanday qildi? Tugaydi. Va kitobdan bugun ash tugaydigan yergacha ko'rib o'tamiz. Kitob o qadar qulay. Qarang kitobga. Davrada abtur i'lam anna abwab at-tasrif 35 baban. Bilginki sarfning boblari 35 bob deb bo'lib, 6 minha bunun neçisi, bunun 6'sı lis-sulasiyil mujarrad. Sulasi mujarrad. Bu gapni biz o'rganib bo'lgan shundami? Kitob qarasanglar, va qulay chiqadi.
Qaranglar. Birinchi bab. Kitob qaysini keldi, qaysi babni? Fa'ala yaf'ul. Biz qaysini o'rgangandik? Fa'ala yaf'ul. U muhim emas. Men sizlarga qulay olsun uchun bek ko'p odatlangan fa'ala yaf'ul babini kelib berdim. Kitobda qaysi birinchi bab bo'lsa muhim emas, muhimi 6 babni qanaqa qilmoqlik 5dan ko'zimizni o'tkazish. Fa'ala yaf'ul babining mavzunuhu debdi, shundaymi? Ya'ni uning vazni nasara yansur. Mushu babning asas alomati nerede? Muzaraqa qarab bilamiz, maziga emas. Shu kitobda debdiki, va alamatuhu bu babning alomati bo'lsa, ayyakuna aynuhu. Shundaymi? Aynu fi'lihi buning fi'lining ayni mazidimi? Maftuhan zavar ve mezmumen fil mudari. Mudari'ti nima? Pesh. Mazidi zavar, mudari'ta pesh. Men sizlarga bir gapni deb bergan esimda bormi? Fillarning umum o'zgarishini biz nima qarab ayiramiz? Ayn. Ayn. Shundaymi? Mayli mazidagi ayn olsun yoki mudari'dagi ayn olsun. Ve fillarning butun turlangan vaqtida, masalan, so'z yasalgan vaqtda jihat, nafi, amr hadir, amr billah, nahi hadirning hammasi mudari'dagi nimaga qarab maqdi? Aynga qarab maqdi. Shundaymi? Shunga babning ayni intayin muhim. Shu mayada bu babning alomati mazida fi'lning ayni zavar bo'ladi, mudari'atning bo'ladi mazmuman pashuludu. Ve bina'u amdi muhimiyatga amdi keldi. Nima uchun bu fi'llarni birini fa'ala yaf'ulu, birini fa'ala yaf'alu, birini fa'ala yaf'ulu qilib ayirib desanglar, fi'lning o'z ko'tarib maqadigan bir ma'nosi bor. Masalan, hozir biz o'rgangan fa'ala yaf'ulu babining nima ma'nosi bor desanglar, qaranglar. Va bina'uhu bu fi'lning qurilishi ko'p hollarda, g'aliban degan ko'p hollarda litta'diya utumlik fi'l uchun deydi. Va qad yakun laziman. Ba'zida nima bo'ladi? Utumsiz bo'ladi. Am bir savol keldi kallamga. Utumlik degan nima? Utumsiz degan nima? Buni uyg'urcha, yerlik, oddiy qilib tushundirsam, utumlik fi'l degan o'zining igisi bilanla ma'nosi to'liq ifodalanmaydigan. Shundaymi? Qarshi tarafning kallasiga savol ishorati paydo bo'ladigan fi'l. Masalan, men bir misol olay. Mush nasrani o'zini olay. Shundaymi? Nasara Muhammad. Muhammad yordam berdi dedim sizlarga. Mush gapimdan tamamen to'liq bir ma'noni tushunaldinglarmi? Mishqa. Çünkü kimga yordam berganligini o'qish bir savol paydo bo'ldi, shundaymi? Darabani desak bu babdan bo'lmasimi? Daraba Muhammad urdi desam, darhol sizdan so'raydigan savoling nima kim? Ya'ni bu mazmun fi'lning egasi yoki fa'ili deb turdi. Fa'il bilan bo'ldi qilmaydi. Yeni bir shaxsga munosabatli bo'lgan mazmundan birisi. Bu o'tumlik. Utumsiz fi'l degan nima desanglar, faqat fi'lning egasi bilan mazmun to'liq qana qilingan. Muhammed ölepti. Şundan ya? Öldüsü gap tugudi o. İkinci bir sual payda olmaydı o ha? Tugudi. Ama Muhammed içti desem ne deysler? Kasem içti mi? Su içti mi? Zehir içti mi? Sual kıldı o ha? Ötümlük degen şu. Mesela Abdurrahman Misalul mutaaddi ötümlük pilinin misali Nasara Zeydun Amran. Zeyd emrige nimbade yardım. Yani toldurguç var. Fa'ilden başka nimba toldurguç var. Ötümsüzde misali haraca Zeydun. Zeyd qanaq ketdi, chiqib ketdi. Hemen oturmuş sınıfta. Taraqida chiqib ketsa, kim chiqib ketdi deb so'rasa birisi. Zeyd qanaq ketdi, chiqib ketdi. Jumla qanaq qiladi, tugaydi. Abdurrahman yeni bo'ldi qilmay ötümsüzni sizlarga alayda tushuntirib qo'yadi. Vel mutaaddi ötümlük bildiğimiz huwa ma yetajawazu fi'lal fa'ili ila al-maf'ul bihi. Ötümlük bildiğimiz fa'ilning fi'lisini hareketidan maf'ulun bihi qanday qiladigan o'tib ketadigan mazmun jihatda ötümlük deymiz. Vel lazim ötümsiz bildiğimiz huwa ma lam yetajawaz fi'lal fa'il. Fa'ilning hareketidan maf'ulun bihi o'tib ketmaydigan, balki o'zida ham yuz beradigan. Muhammed otada gap tugidi. Shundaymi? Buni biz o'tumsiz deymiz. Bu yerni ketdiqanda olsa. Bu babning masalasi tugabdimi? Tamam. İkinci bab fa'ala yaf'ulu biz birinci babdan o'rgatgan fe'l shu. Buning mavzunuhu vazni daraba nima? Yadribu vazni misol degan gap, mavzu degan gap. Va alamatuhu buning alomati ayyakun
aynu fi'lihi. Ayekun en yekunning oldida kelib en pilning oldida kelgan bo'ldi ha? Pilni mi o'zgaraydi mastarga. Unda bulush etish deb tarjima qilmoqchiman. Buning pilisining ayni mazida maftuhan bulush. Yani nim bulush, zavar bulush. Ve mudari tafil mudari maksuran bulush. Yani fa'ala nimo yaf'al. Bu o'xshash. Ve binauhu aydan bunun qurilishi ko'p hollarda mutaaddi uchun bo'ladi, o'timlik pil uchun ve ba'zida nim bo'ladi lozim. Mutaaddining misali, o'timlik pilning misali daraba zaydun nimo amran. Lazımning o'timsizning misali jalasa. Ben sizlardan bir savol so'ray. Men sizlarga necha kundan beri kitobga kirmay turib, boblarni ham tushundim shundaymi? Mencha hozir kitobdan tez o'qib maqsam tushunolmayapman. Agar hammasini o'z navbatida kelgan kitobning ichiga kirib tushundirgan bo'lsam, biroz nim bo'ldi, ta'sir bo'ldi sizlarga nisbatan. Eson bo'lsin, siz qilayotganimning sababi chunki biz qanday bo'ldik buni o'rganib bo'ldik. Nechinchi bob? 3-bob. 3-bob qaysi? Fa'ala yaf'alu. Mevzunuhu bunun vezniga keltirgan misal fataha yaftah. Ve alametuhu bunun alameti mazida fiilisinin aynının zavar buluşu mudarda onun fiilinin aynının yoki leminin halqa harflaridan birining buluşu. Endi bu yerda muhim halqadan birisi. Fa'ala yaf'alu babiningki en muhim noktası sizlar bilirlik tegishlik mudarda ya ayn ya lam. Ya ikinci ya üçüncü harfi şunda ama halqa harfi oluyor. Halqa harfi degan nima? Talaffuzda nimadan chiqariladigan, galdan chiqariladigan. Necha dona halqa harfi bor? 6. Ha, ha, ayn, g'ayn, ha, hamza. Endi eslab taqinglar tekrar. Fataha yaftahu. Wada'a yada'u. Buni o'xshagan hisoblab oltirsanglar, ya aynda, ya lamda halqa harflari olgan har qanday bir fe'l nim bo'ladi. Ko'p hollarda fa'ala yaf'alu babidan keladi. Mana qoidalarni hozircha birdan anglab kallanglarga qanday qilasizlar? Sig'dirib olasizlar. Va bina'u aydan va buning qurilishi ham ko'p hollarda nima uchun bo'ladi? O'timlik ma'no uchun bo'ladi. Ba'zi lozim uchun bo'ladi. O'timlikning misoli fataha zaydun nimo al-baba. Zayd nimani ochdi? Eshikni ochdi. Zahab lazımның misali, ötümüzün misali. Zahaba Zeyd qanday qildi? 4-bab. Fa'ila yaf'al. Bunun misali, bak vezniga keltirgan misal, alima ya'lam. Alamati nima? Sizlar bir tehqiqni alamati nima? Mazida aynzir, muzarata aynzir. Doğru alamatuhu, onun alamati onun fiilisinin ayni mazida maksuran buluş, yani zirr qilgan buluş ama ve mudaratının buluş meftuhan, zirr qilgan buluş. Bunun qurilishi ham ko'p hollarda o'timlik ma'no uchun bo'ladi, ba'zida nima uchun bo'ladi? Lozim bo'ladi. Mutaaddining misolini ko'ramdik. Alima Zaydun al-mas'ala. Zayd masalani qanday qildi bildi. Tushunadi oxirida. Shundami? Lozimning misoli vajila nima? Zayd. Zayd qanday qilib ketdi? Qo'rqib ketdi. Vajilamda qo'rqibda titrakalishib ketganda. Bunda bir gap bor bizning Uyg'ur tilida. Biroz tinim tushirganda nuqa ashta bir qo'rqish titrab ketish bunda. Ma'no vajila deymiz. Halaqa bir oyat var ya ve iza tuliyat ayatuhu vajilat qulubuhum deb bir so'z qildi. Shuni qarama yo'qlardi. 5-bob fa'ula yaf'alu. Men bayatdan darsdan oldida bu to'g'risida ozroq sizlarga bir yeb uqib bergan. Tushunami? Buning mavzuni, ya'ni vazni keltirgan misolimiz hasuna yaxshi. Buning alomati, buni bildirmoq uchun madi mudorata, fil madi vel mudora. Ikkilisida buning fiilisining aynini bo'lish, madmuman bo'lish. Buning qurilishi faqat lozim uchun, la yakun illa lilazim. Yoki illa laziman. Faqat nim bo'lish lozim. O'timlik ma'no yo'q. Mana tushunolmayapman. Hammasi o'timsiz. Masalan, hasuna nima? Kitobda keltirmabdi, biz bir divatli o'zimiz ham xarakter, insonning xarakteri. Undan keyin shakl, ifodasini ifodalaydigan fillar ko'p hollarda qaysi bobda keladi? Fa'ula yaf'ulu babida. 6-bob fa'ila yaf'ilu babi.
hasiba yahsibuga o'xshash. Buning alomati fe'lisininki ayni mazi mudori'da maksuran bo'lish. Ikkinchi sizriladi shunami? Va buning qurilishi ham ko'p hollarda litta'diya o'timlik qilish uchun va qad yakun lozim. Ba'zida bo'ladi o'timsiz bo'ladi. Mutaddini misoli hasiba Zaydun amran fadilan. Zayd amrini bir fazilatlik odam deb o'ylab qopti. Yomon o'timlik bo'lib, ikki dona to'ldiruvchi keldi buning uchun, ammo bu to'g'risida grammatikalda maxsus tafsilotlar bor. O'timsizning misoli varitha Zaydun. Zayd nima bo'ldi? Merosxo'r bo'ldi. Bu qadar sanatdoshlar. Shundan kitobimizdan necha bob tugidi? 6 bob. Ammo bu 6 bobni men tugidi deyolmayman. Yani buning tugishi sizlarga bergan iboyatdan vazifalar var ya. Shu vazifalarni ishlab kelishinglarga bog'liq. An tugatsanglar, andan keyin sulosiya mazidniki necha bob qo'yamiz? 12 bobga shu vaqt o'timiz sanatdoshlar. Tushunamyapmi? Ve 12 bobni shu shaklda ishlab oxiriga olib chiqamiz. Kitob intayin oddiy, favqulodda oddiy. Ham sizlarga oldinda degan kitobni boshlashdan ilgari biz faqat bu kitobda sizlarning sarf temel asosini, eng oddiy asosini solishni maqsad qilamiz. Bu tugagandan keyin al kitobni qoidasini rasmiy qoidalashtirib keyin bir xitim o'qitib u tez bo'ladi. Buni sarf kitobi. Ondan keyin sizlarning bir sarf asosini biroz mukammallashtirib, puxtalashtirib digili bo'ladi. Men tushunmayapman. Agar mush kitobni o'zida hozir o'qib ketib turib qoidalarni hammasini so'zlasak, balkim sizlar ya bunun asosiy shakl qismlari sizlarga o'zlashmay, qoidada o'zlashmay chiqib ketishinglar mumkin. Shunga men sizlarga o'tadigan kitobni ikkiga bo'ldim. Ma'noda faqat sizlar shaklni ko'rsizlar hozirgi al-asas va sarfda 22 bobning umumiy qurilmalarini turlashni, shunga buningda biroz sizlarga qo'yilgan talab darsning bash degandek yodlash talab bo'ladi. Bak tushunmasanglar bo'ladi juma. Bak tushunmasanglar bo'ladi, faqat sizlardan talab qilgan narsa nima yodlash. Ammo ikkinchi qism kitobga kelgan vaqtda yodlaydigan bir harf yo'q. Faqat nima talab qildi sizlardan tushunish. Va ma orqali biroz sarfda asos hozirlashni maqsad qilgan. Shuning bilan darsimiz oxirlashtirdik dars. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.